Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda YouTube ga ishonib ancha narsa yo'qotib qo'ygan inson haqida gaplashamiz. Mana shu xatolikni qilmanglar, mana shu xatolikka yo'l qo'ymanglar degan ma'noda albatta bu video rolikni chiqarishga qaror qildim. Yaqin oralarda bo'lib o'tgan voqea bu. Mana shuni sizlarga aytib beraman, shulardan keyin birgalikda xulosa chiqaramiz. Bitta inson nima qilyapti? YouTube dan o'rganishni boshlagan. Misol uchun o'ziga ustoz topganda ma'lum yo'nalishda ishlashni boshlagan. Birinchi oyda $170 pul ishlagan kanali. $170 pul ishlagandan keyin sekin-sekin o'sib boradi. $600-700 stabil mana shu yo'nalishda daromad topa olaman deb o'ylagan, shunaqa deb unga aytishgan. Misol uchun mana shunday daromad o'sib ketadi, endi bo'ldi, birinchi oy salabiy bo'ldi, keyingi oylardan zo'r bo'lib ketadi degan. Bu shunga ishonib, o'zini ishlab turgan ish joyidan bo'shagan. Bo'shagan taqdirda ham o'sha boshliqlari bilan sal sen menga borib, yomon gaplar bilan bo'shab kelgan. Ya'ni qaytib bora olmaydigan darajada bo'shagan. Misol uchun ozgina tushunmovchilik bo'ldi yoki boshqa bo'ldi deb turib, yana qaytib borsam bo'ladigan holat ham yo'q orada. Yoki bo'lmasam отпуска deydi, yoki bo'lmasam qanaqadir o'z hisobidan ta'til olib tursa ham bu ham afzal edi. Lekin afsuski, mana shunaqa qilmasdan shoshma-shoshalik qilib, ha bo'ldi, endi bu yog'i zo'rib ketdi, boyib ketdim deb o'ylaganda ishdan bo'shayapti. Yosh bola emas, ancha katta, farzandli. Endi keyingi oyda, ikkinchi oyda o'tib, kanali ozgina pul ishlagandan keyin kanalida monetizatsiya o'chib qolyapti. Bilasizlar, oyni 20-dan keyin tekshiruv bo'ladi har bitta kanalda. O'sha paytda tekshiruvdan o'ta olmayapti-da, takroriy kontent deb turib monetizatsiya o'chib qolgan. Monetizatsiya o'chib qolgandan keyin oldingi oyda ishlagan pulni ham olmagan bo'lgan. Bu oyda ham ko'p emas, arzimas pul ishlagan, ya'ni 1 so'm pulsiz qolib ketib, yana ishdan ham qolib, 2 oydan beri mana 1 so'msiz qolib ketdi. Sizlardan iltimosim shuki, hech qachon shoshma-shoshalik qilib YouTube ga ishonib qolmanglar. YouTube bu qo'shimcha holatda ishlanglar, faqat YouTube ni. Qo'shimcha deb o'ylash kerak buni. Bu asosiy emas. Asosiy bo'ladi sizda qachonki ilmingiz oshib, zo'r bo'lib, o'zingizga 100% uveren bo'lib turib, bir kanalingiz yopilib ketganda ham ikkinchi kanaldan pul kelib turadigan bo'lsa, yoki bo'lmasam o'sha nima deydi, ancha tajribangiz oshavergandan keyin pul keladigan yo'llar ko'payadi. O'sha yo'llardan faqat bitta yo'l emas, 2-3 xil yo'l bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda siz nima qilsangiz bo'ladi? Bunga ishonsangiz bo'ladi. Shungacha hech qachon YouTube ga ishonib pullarni yo'qotmanglar. YouTube ga ishonib o'zingizni, hayotingizni orqaga tortmang. YouTube bu ishonchli joy emas. Ishonchli bo'ladi toki ancha ko'plab harakatlar qilganingizdan keyin bo'ladi bu narsa. Shu voqeani aytmoqchiman. Bugun ko'p gapirish niyatimiz yo'q. Kerakli xulosalarni chiqarib olasizlar degan umiddaman. Demak, yagona xulosamiz shuki, YouTube ga ishonib o'zingizni hozir ishlab turgan joyingizdan ketmang, hozirgi pul kelib turadigan joyini to'xtatmang. YouTube ni ishlang, buni qo'shimcha sifatida ishlang. Kuniga 1-2 soat ajratib, mana shu holatda ishlang. Toki o'zingizga ishonch hosil qilgun darajangizgacha. 1 yil ketar, 2 yil ketar misol uchun. Bo'ldi, men endi 100% YouTube dan ancha yaxshi pul topa olaman degan joy bo'ladi o'zi. O'shangacha shoshmasdan nima qilish kerak? Harakat qilish kerak bo'ladi. Qisqacha shu narsani aytib o'tmoqchi edim. Ko'pchilik shunaqa xato qilib qo'ymasin, to'g'ri yo'lda yursin degan ma'noda. Barchaga rahmat, hammaning ishlariga omad, sog' bo'ling, salomat bo'ling.